Dubara qo'shiq qilishimiz kerak, buni isbotimizda o'sha isbot qilganimiz joyiga turishi kerak. Danki va ikkita uchta begonani oldiga o'tirib, bir mehmonxonaga o'ltiramiz, 50 ta o'zbek, birta tojik bo'lsa 50 nafar degan tojik gapiradi. Bu bizga katta ayb. Biz tojik qavmi bilan, pashtun qavmi bilan hech mushkulimiz yo'q. Bizning birodarimiz, bizning inog'amiz. Ammo katta aybimiz shuki, 50 nafar bir nafarni ta'siriga ketadi. Xoch turasdi, kujobi, chutubud, qavmobud deb, shuni nega aytmaysiz, qandoqsiz, yaxshisizmi deb, shuni o'z tilimizga aytib kelsa, qancha yaxshi gap bo'ladi. Ana shu bois bo'lgan bizlar ba'zi bir nimalar bor, o'sha boshqalarga hurmat qilibmiz, ammo boshqalar bizlarga hurmat qilmabdi. Mana shu bois bo'pti bizning nimamiz, o'zimizni keyin malomat qilib, ay o'zbekam tilma, ey o'zbekni ba'zi ko'chalarga gapirib yuramiz bo'ladi degan. Darholiki boshqalar meni sizga ko'pala kuladi bu gapimizga qarab. O'zi o'zbek bo'lib, o'zini malomat qiladi deydi. O'roz bir taydiga bir Facebookka ko'rdim, gapirib turibdi, beadabim mof deydi, qavm o'zbek astim deydi. Bu katta ayb, beadabim mof Xudoyna xosta o'zbeklarning nima bo'libdiki? O'sha ana shunday odamlarki o'zini bilmaydi, boshqalarning oldiga ham o'zini rasvo qilmoqchi bo'ladi. Butun tarixga bu millatni benama qilmoqchi bo'ladi. Shuning uchun sizlardan aziz nimam faqat shuki, shu kichikdan boshlaysizlar. Bir to'y qilasizlar, bir xayrot qilasizlar, kortini daqal o'zbekka bitizlar. Bolalaringizni maktabga borib, agar bora olmaysiz, maktab bolangizni o'zidan bir daf'a so'rangki, o'zbekka maktabga o'qiyapsizlarmi, o'qiyapsizlarmi? Ikkinchidan yana o'sha telefoniga shumara number telefon aytasizlar. Istagim shu ko'p oson bu, qaysi bir qiyin emas. 0786 demang shuni. 0786 deb shuni qiling, qancha yaxshi ko'rinadi. Payom bitasiz. Tu kujasiz deb payom bitadi. Qayergasiz deb bitsa qancha yaxshi ko'rinadi. Modar paloni astim deydi. Biz paloni yergamiz deng qancha yaxshi ko'rinadi. Nima jabirdi siz boshqalarning tiliga gapirishasiz? Oy, nima majbur sizga? Sizni qaysi gardaningizdan tartibda, yaqiningizdan tartibdiki, yo siz qaysi ulardan qarzdorsiz-ki boshqalarning tiliga siz ota bobamiz va o'tganlarimiz biz tojik tiliga ko'p xizmat qilganmiz. Mavlono Jaloliddin Rumiy o'zi o'zbek bo'lib butun xizmat tojikka qilganki, to abadil abad mana shu bizni qilgan xizmatimiz, mana shuni agar bilsalar, butun tarixgacha biz xizmat qilib qo'yganmiz. Biz ularning oldiga kambudligimiz yo'q. Shahnoma Firdavsini, Sulton Mahmud G'aznaviy Shahnomani fors tiliga bitilgan. Darholiki nimadir? Sulton Mahmud G'aznaviy o'zi turk bo'lgan. Mana shu xizmatimiz bizlarni to qiyomatga yetishadi. Bizlar xizmatimizni qilib qo'yganmiz. Ko'sh qilinglar, ular ham bizlarga o'shaki bizlar hurmat ehtiromini qilib bizlarga, ular ham bizlarga hurmat ehtirom qilib, haddaqal bizning tilimizga agar gapirmaydi